Salam dostlar, biz yazlık tatilimizni Türkiye'nin Alanya, Konaklı deydigan bölgesideki Töybulu Paşa degan otelde kelgandik. Bir haftalik. Bu otel shunda cho'ng ham güzelken. Hem bu otelning ichida tamoq hammasi yeydigan, ichida bo'lg'achqa shundoq peyizken. Hem balalar uchun ailesi, kichik bolasi balalar uchun bek mos kelgan, shunday yaxshi oyun yerleri, aktivite yerleri shunday yaxshi ekan. Bu otel cho'ng bo'lg'achqa ichida nurg'un kunlik buyumlar bor ekan. Deganimdek shu tomoqlar bo'lsin, attiganlik, noshlik, kashlik tomoq, kunduz tomoq, tushlik tomoq degandek ichidigan, yeydigan bol mezlik ekan. Dengizga sifir. Peyzi ekan, biz bek memnun qoldik. Sizlarga ham tavsiya qilamiz.